Немishqa Yanto turg'uniga 800 yildan ortiq vaqt bo'lgan Pisa qiyshiq munori yiqilib ketmay hozirgacha qad ko'tarib tura oladi. Har yili 0.1 santimetrlik surat bilan janubga egilayotgan bu imorat yerning tortish kuchiga necha yuz yilning yoki qanday taqobil turib keldi. Uning Yanto bo'lib qelishi bir qitimliq uqishmaslikdan bo'lganmi yoki qasddan shu xil holatda yasalib dunyoga to'nilganmi? 12-asrda yasalgan bu qurilish ayni chog'da Pisa shahrining dushmanni yengib qalbini qo'lga keltirganligini tabriklash uchun qurilgan. Ayni chog'da ular bu qurilishni cherkovning yeniga qurishni, egizligini 55 metr qilishni planlagan. Bu qurilish 32 ming parcha mərmər taşdan tərkib tapqan. İki qismida 300 dan ortiq pələmpay orqali aylanma holatda imoratning ustiga chiqilib bo'ladi. Undaqda injenerlar nemishqa bu binoni yasaganda yanto qilib yasaydi. Amaliyotda buningdan 1000 yil burun Pisa shahri dengiz bilan daryo ustiga tutash dengiz bo'yi shahri edi. Ammo necha yuz yildan keyin dengiz bo'yidagi cho'kmaning ko'payishi hamda dengiz suyining tortilishi sababdan bu shahar borgan sari dengiz bo'yidagi shahar degan nomdan ayrilib qolgan. Shuning bilan ayni chog'dagi dengiz bajaylar yumshoq to'piq, sozliq joy bo'lib shakllangan. Ammo ayni chog'dagi injenerlar bu joydagi loylatqiliq to'p ustiga qurilish qilishga bo'ladi deb qaraganlik uchun bu qumsimon yumshoq to'pining ustiga qurilish qilishga boshlagan. Bu xuddi xaymiyanning ustiga duglak yog'och narsa chizganga o'xshaydi. Ya'ni boshda chizganda hech qanday ish yuz bermaydi. Ammo u qancha egizlagan sari egirlik kuchi ozroq qiyib ketsa, yanto bo'ling shakllandi. Shunga bu qurilish yasalib 3-qavatga borganda yanto bo'lishga boshlagan. Hamda ayni chog'dagi qurilish yasash qatnashuvchilarni hayron qoldirib o'tgan. Eng yangi nodir kino teatrlariga qiziqsangiz, Laglak Ushal saloniga ergishib oling. Har kuni eng yangi kinolar yangilanib turdi. Oylik a'zolik haqqi oralib o'tgan. Avtomatik haq tutib olmaydi. Bu imorat bitmay turibla Pisa shahri yana keyin urush o'tib kirib qolgan. Hamda bu qurilishning bir asrdan ortiq bitmay turib kelishiga sabab bo'lgan. 1272-yilda qayta qurilish qilish boshlaganda injenerlar bu qurilishning intayin aniq holda bir yanto holatda shakllantirib, mukammal saqlanganligini bilgan. Ammo dal shu chog'da bir odam u uncha og'ir masala emas. Biz uning ustini yasash orqali uni tuz holatda olib chiqalaymiz degan. Ammo natija o'ylagandek bo'lmay, butun qurilish xuddi banandek yanto egilgan holatda bitib chiqqan. Shundan keyin bu imoratning borgan sari yantolik bilan oshgan. Mundaq deganda uning o'rilib ketishi faqat vaqt masalasi bo'lib qolgan. Shuning bilan hodisa yuz berishning oldini olish uchun injenerlar bu masalani mundaq qilgan. 1990-yilda Pisa qiyshiq munorining yantolik bo'limi 5.5 gradus bo'lganda tuyuqsiz gumurlab ketishdan qo'rqinish uchun Pisa qiyshiq munoriga sayohatchilarning kirishini cheklagan. Ondan ular munorining ustidagi qo'ng'iroqni muqimlashtirgan. Chunki munor ustidagi 4 cho'ng qo'ng'iroq bir vaqtda midirilsa gorizontal kuchni shakllantirib, munorda yirik paydo qila oladi. Shuning bilan bir vaqtda munorining shimol tarafiga 600 tonna eg'irlikdagi qo'g'ishini hisoblab, yantolik bo'limi ozroq tuvallatgan. Shundan tortib bu munorining o'rilib ketishi vaqtliq tizginlangan. Ammo bu holat yana uzun bardosh berolmaydi. Shunga injenerlar yana yer ostiga 10 dona po'lat orqa o'rlashtirgan. Hamda tuvanga 46 metr qilib tortib, uni eng ostidagi cho'ng tipdagi qurish to'g'rishga ulab etgan. Uningdan boshqa yer yuzidagi to'pa pek yumshoq bo'lg'achqa uni qattiq qilish uchun injenerlar qurilishning ostidagi to'piga suyuq azot qo'yib berib, to'pining muqim turishini, to'nglagan holatda qattiq turishini umid qilgan. Ular o'ylagandek yumshoq to'pa to'nglagan. Ammo shu sababdan shimol tarafdagi yer yuzi ko'p chiqdi. Hamda munarning muqim turishiga ta'sir yetkazib, 300 tonna qo'g'ishining yana munarning o'rilib tushishini qo'g'dash uchun ishlatishiga sabab bo'lgan. Keyindan ular munarning shimol tarafidagi ko'p chiqqan tuproqdan koridor yechib, qisman to'pini chiqarib etish orqali shimol tarafning besimini yeniklatmoqchi bo'lgan. Shundan keyin munar tuz bo'lishga boshlagan. Garchi ular bu usul orqali munarni tubsiz holatga akilish maqsadiga yetalaydigan bo'lsa-mu, lekin bunda qilsa butkul munarning asli aloyidligi, ya'ni yantoligini yo'qotib qo'yishga to'g'ri kelgan. Shu sababdan 2001-yili bu munar sirt qarta echib etilgan. Yantoligi tuzlanmagan. Faqat yantolik bo'lingni 3.5 gradusda qo'g'daydiganligini, har vaqt tekshirib turadiganligini. Bunda qilishdagi maqsad uning aloyidligini yo'q qilmaslik uchun ishga kelgan.